Ana Mirkomil aka, nechinchi marta kelishingiz Hindistonga? 4-marta. 4-marta. O'zi nimaga keldingiz? Menmi? Ha. Sog'im. Ha? Yo'q, birinchi marta nimaga keldingiz? Birinchi marta peresatga. Birinchi marta peresatga kelgan, onalariga donor bo'lgan. 2023 da kelgansizlar. Qancha vaqt bo'lgansizlar? 4 oy. 4 oy bo'lgansizlar. Necha pul ketgan? O'sha vaqtda bizlar peresatga o'zi 20 bo'lsa, stent qo'ydirganmiz. Stent qo'ydirgansizlar, общий 38 mingdan ketgan. 8 ming stent bor. Stentni 4 ming qanchaga qo'ydirgan? 6 ming ketgan. Tekshiruvlar bilan. 6 ming. Qanaqadir CT degan apparatga tushirganmiz-ku. Tomografiyaga. Angiogrammaga tushirganmiz. Yaxshi. Shunda hozir 2 yil oldin bo'ladimi? 2 yil oldin. Mirkomil akam bilan 2 yildan beri tanishmiz. O'tgan yil ham kelganmiz. 3-marta kelishimiz. Ben bu akalar kelganida yaxshi tarjimon bo'lib yurardim. Hozir endi где-то 15 kunlardan keyin o'zi ancha chiqib ketganmiz biz. Shu birga yurardik, kechki paytda shu yerda birga o'tirardik. Eng yaxshi komandalar Hindistonga kelganda mana shu akalarniki bo'lgan. Qolgan bemorlar ham yaxshinaqa bo'lgan, lekin mana shu akalar bilan boshqacha bo'lgan. Hozirgacha nima ish bo'lsa, nima kelish bo'lsa aylanib ketgani ham boshqaga ham kelib ketib yuramiz.